qancha yaxshiliklar qilgan odam bir kun yo'q deb qo'ysa, o'shan bilan yomon ko'rib qolmaylikda. 30 yildan beri xo'p bo'ladi, ol, xo'p deb yordam berdi, maslahat berdi. Endi bir marta yo'q deb qo'ysa, yo qila olmayman desa, u bilan unga to'ntaymasligimiz kerakda. Iloji boricha shunday bo'laylik, birovlarni yomonligini o'rnida unutaylik. Birovlarni yaxshiligini abadiy eslab yuraylik. O'zimiz qilgan yaxshilikni o'rnida unutaylik. Birovga qilgan yomonligimizni abadiy unutmaylik. Biz naborot bo'lib qolganmizda, shunday alishib qolgan. Plyusni minusga, minusni plyusga bilasiz, bang atadi, to'g'rimi? Yonib ketadi. Biz shuna bo'lib qoldik hozir. Nima qilyapmiz? Birovlarning qilgan yaxshiligini o'rnida unutamiz. Birovlarning qilgan yomonligini doim eslab yuramiz. O'zimiz qilgan yomonlikni darrov unutamiz. Qilgan yaxshiligimizni 97 ga kirsak ham 27 yoshimizda men mashinga to'yana qilganman. Shu qaytarmagan shu. Yo uyga qurilish qilayotganda men 3 kilo miqo berganman. Yo anu mahallani turbasini men qo'yganman deb bitta 70 ga kirib qolgan odam shuna deyapti. U turba bilmayman 37 yil oldinmi qo'yilgan bilmayman. Chirram ketgan bo'lsa kerak. Shuna bo'lmasligimiz kerak. Agar gapiradigan bo'lsak, qilmay qo'yishimiz kerak. O'sha ihsonmidi, sadoqatmidi, yaxshilikmidi, farqi yo'q endi bo'lsa, kerak yo'q. Minnat qilib gapiradigan bo'lsak. Shuning uchun Alloh la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha deydi. Qilgan sadoqat yaxshiliklaringni minnat qilish bilan, ozor qilish bilan yo'q qilib yormanglar deydi. Gapirdik bo'ldi yo'q bo'ladi. Gapirdik yo'q bo'ladi. Shuning uchun qildikmi unutaylik bo'ldi, tamom. Savobdan Alloh taolamizmi unutish kerak.